Assalomu alaykum. Ikra oldi qarindoshlar, hammalarga mushvaqt xayrli bo'lsin. Abdurim G'aniydan sizlarga salom. Assalomu alaykum Rizvangul xonim. Ekranimizga xush keldingiz. Aleyküm assalom. Bugun Rizvangul xonim bilan olib borgan suhbatimiz Xitoy hukumati g'oyib qilayotgan yoki gunohsiz qamalganlarni BTTga tizim chaqiriq haqida 3 kun burun Rizvangul xonim o'ziniki Facebook sahifasida bu vaqtda maxsus bir chaqiriq e'lon qildi. Bu chaqiriq e'lon qilganning yog'i dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimiz buning jiddiy shaklda inkos qilib aloqalashib bu faoliyat haqida bir tafsilroq tushuncha berishni so'raganlik uchun bugun Rizvangul xonimni biz alohida taklif qildim. Assalomu alaykum Rizvangul xonim. Avval siz ekran tunji qatim chiqishingiz. Shuning uchun avval o'zingizni bir tunishtirib o'tgan bo'lsangiz, undan keyin biz suhbatga o'zga kelsak. Rahmat. Bo'ldi. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Atrim. Rahmat mush fursatni hammamizga yaratib berganingizga. Ko'pchilik bilgandek mening ismim Rizvangul Nurmuhammad. O'zim Uyg'ur. Vatanning Börtlardan, Jonlar Atishdan, men lekin Börtlar tug'ilib cho'g'ilgan. Vatanda oliy maktabni avval mana tunishliqqa nima yuqi o'qiymiz, tayyorlik sinf bilan juda, undan keyin to'liq to'liq kursni Beijingda o'qidim. Burun Beijing Chuanbushuyan deydi, hozir Communication University of China deydi ekan. Endi u yerdan o'qish bitirib bo'lgandan keyin atalmış Şinjan televiziya stansiyasida ishladim. Undan keyin Yangi Zelandiyaga o'qishga chiqdim. Magistrlik o'qishni shu chog'da planlab, undan keyin Yangi Zelandiya hukumatining o'qish mukofot puli bilan u yerga xalqaro aloqa kasbini o'qishga chiqdim. Undan keyin o'qish bitirib bo'lgandan keyin u yerda ishlabdim. İki çoğunluk hükümet organları işledim. Birisi İctimai Taraqqiyot organi ve ministerligi, yani birisi iqtisod ministerligi. Iqtisod ministerligining ostida ko'chman idorasi bor. Shuni ishlab, undan keyin uzun tarixi bu. Undan keyin mushu qirg'inchilik boshlanib ketdi. Men nima qilsam bo'ladi deb o'ylanib, oxiri yana bir o'qish orqali bir kasbimni o'zgartmoqchi bo'ldim. Shuning bilan Amerikaningki Fulbright o'qish mukofotiga iltimos qildim. Alhamdulillah, shuni uni qo'lga keltirgandan keyin Beijingda Beijing deyman. Amerikada Cornell universitetida ommaviy boshqarish kasbi bilan yana bir masterlikni tugatdim. Uni o'qigandan keyin birdan-bir mahsulotni bir fondini tizimga oldirib, shuningda boshqa taraqqiyotga oid proyektlarni mang'izyapman. Uni o'qishni bitirib bo'lgandan keyin nurg'un qarindoshlar doktor deb chaqirib, meni bak avval qilyapti, ishim bilan bo'ldi, doktorlikni o'qisam bo'lmabdi deb doktorlik iltimos qildim. Doktorlik o'qishni orzuyim bor o'zimning. Hozir shu Angliyada shu maqsadda turibman. Angliyada asl doktorlikda tadqiqot o'qiyapsiz shunda. Siz burun Amerikada bir hozir Arslayda ishlayotgan ashyodan bir ishladingiz-ku deyman birimizga. Amerikada Musulmonlarning bir cho'ng bir nimasi-ku, uni bir o'rni-ku deyman. Amerikada o'qish bitirib bo'lgandan keyin Yangi Zelandiyaga qaytib ketishning oldida bu organning bir xizmat o'rni chiqdi. Bu organ ham Amerika Tinchlik instituti. Ularning bir programmasida ishladim shu yerda mas'ul bo'lib. Haqiqatan ham de muhim cho'ng organ ekan. U Amerika davlatining shu keynida turib siyosatlarni chiqargan. U yerda nurg'un narsalarni o'rgangan bo'ldim. Rahmat, qisqacha o'zingizni tushuntirib berganingizga. Unda bugungi programmani naq o'ziga kiraylik. Siz 3 kun burun, ya'ni o'zingizning Facebook hisobida Xitoy hukumati g'oyib qilayotgan yoki gunohsiz qamalganlarni BDTga, ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga tizim haqida bir chaqiriq e'lon qildingiz. Bu chaqiriqqa jiqadan ko'rib nurg'un inkoslar, men bilan ayrim inkos uchun qolgan bo'ldi. Bu haqda bir suhbat qilib boqqan bo'lsangiz, bu nima to'g'risida bir tafsilotni bilib boqqan bo'lsak deb. Mening bilishimcha siz mush yilni 9-oyda deyimga qatim BDTga bir yig'inga borgansiz-da. Shu yerda berish jarayonida ozroq mushtaq
berib bilan muşta bir ishni qilayotganligingiz haqida ozroq bir xabarimiz bor. Mush haqida o'zingiz bir tafsiliy bir tushuncha bersangiz, sizning og'zingizdan bir anglayli. Qanday olib siz hozirgacha hech qanday anglab boqqan gap emas ekan-ku. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qaramog'idagi hamda g'oyib qilayotganlarni yo gunoh qamalgan tizimlaydigan bir o'rinning borlig'ini bilmaydi ekanmiz. Hech qanday tashkilot, hech qandaylar anglab boqmabdi ekanmiz. Bu tunji qatim anglagan bo'lganligimiz uchun bu nihoyat bir yangilik tuyuldi. Bu haqida bir tafsilroq bir tushuncha bergan bo'lsa rahmat. Endi buning tafsilotini desak, gapni shu 2019dan boshlasak bo'ldi. Onundan burun hamda 2017 birinchi oyda mening inim Mevlonni tutib ketdi. 2 yil o'tkazib qoldim. Nima ish qilishimni uqmayman, uni bir ish qilsam uydagilar ta'sir bo'ldi deb. Hammamiz batug'u shu chog'da qo'rqinchlar. Lekin oxir hamda 2019-yili yana bir ishning ta'sir bilan men bir yo'l menib boqay deb mangdim. Shu chog'da men 2019-yili bir advokatning yordami bilan, advokatni shu chog'da nihoyat tez topdim. Advokatning yordami bilan enimni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga 4-oyda qo'ydim. 4-oyda tizimlatdik. U chog'da bizning tizimlatgan guruhimiz o'sha majburiy yoki ixtiyorsiz g'oyib qilmishni bekitish xizmat guruhi, ya'ni inglizchada Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance. Shuni tizimlatdik. Shu chog'da ishlar nihoyat ishtik bo'ldi. Shu biz iltimos sunib bo'lgandan keyin inimning nadligini surishtirib Xitoy hukumati bilan aloqa qilishga Xitoy hukumati 9-oydan 2-si 2019-yili, ya'ni 5 oydan keyin 4,5 oy hisobda javob qaytdi. Shu yergacha akab qo'ygan bo'ldik. Andan keyin shu Covid boshlanib ketdi dedik, u bu dedik. Shunday qilib bir necha yil o'tib ketib qoldi. Andikin men bu yil 7-oyda men bular bilan qayta aloqa qilishib, bu inimga yana necha yil bo'lib ketdi. Mening boshqa ishchig'ida uchirdim, boshqa hech qanday uchur yo'q. Bu nada, nima ish qilyapti, nada o'likmi, tirikmi, hech qanday ayvon uqmayman deb men sizlar bilan ko'rishma dedim. 100 turani ko'rishmoqchi sizlar bilan, men appointment beringlar dedim. Chunki bularniki bir yilda 3 qitim ochadigan yig'ini bor-ku. Har qitimlik yig'inda bular shunda oilalarga, ya'ni tuqqanlar yo'qolib ketgan oila a'zolariga ko'rishimiz desa appointment nima? Mushtaq ko'rishma deb qo'yamiz. Men ko'rishma 100 turani ko'rish fursati berdi. Shunda men uni iltimos qildim. Bularga bir mazgilga javob qaytarib bo'ldi, kelsan bo'ldi degandan keyin men o'zim bordim. Bular menga 50 minut ko'rish fursati berdi. Shu ko'rish jarayonida inimning ahvollarini dedim, mushtaq bo'layotganligini, ya'ni xabar yo'qligini, mana shu turmalarda kamplar tutilganlarning shu yerda tugab ketib qolganligini, ba'zilarning qo'yib berilgandan keyin uzoqcha yashamay tugab ketib qolganligini, ba'zilarniki majburiy emgak silinib, hatto bir kunda shu 10 necha soat ishlatayotganligidek mushtaq ahvollarni inkos qilib, mening ahvolini xabarini beringlar dedim. Ular shunda buni o'ylashib boqamiz dedi. Ham shu jarayonda biz sizlarning ham peshonlarga kelayotgan kunni bilamiz, lekin biz texnik ko'p Uyg'urlardan mush to'g'risida bir uchurlarni anglashni xohlaymiz dedi. Shuning bilan men bu bir fursatgan, ham shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotida mana mushta bir imkoniyat borkan, men bilgan yo'lni men boshqa qarindoshlarimga bildiray. Bir 5 qarindishim bo'lsinmi, 10 qarindishim bo'lsinmi, bir iltimos qilib boqsin menga o'xshash deb o'yladim. Qaytib kelgandan keyin shunday qarindoshlar bormidi, iltimos qilish qiziqadigan deb siz qatorliq bir qancha qarindoshlarimizga telefon qildim, aloqalashdim ayrim-ayrim. Shunday yaxshi ifoda bildirdinglar. Undan sirt yana menga o'xshash, lekin biz burun bir-birimizni bilishmaydigan, ammo menga o'xshash iltimos qilgan qarindoshlarmi bor ekan. Ba'zilari shu ishga o'rindan yoki birisidan qaror ep bo'lgan, ya'ni shu sening tuquning g'oyib qilib o'tilgan ekan yoki majburiy yo'qotib o'tilgan degan qarorlarni ep bo'lgan qarindoshlarimiz bor ekan. Ammo abay deganimda xuddi 2019-yili men duch kelgan o'xshash bular javobni berib bo'lgandan keyin undan keyin nersiga o'tolmaydi-ku. Shunday ahvol bor. Ammo bularning bu qitim men bilgan ifodasidan nimani bilgin bo'ldi deganda, bular aning nersiga o'tolmagan bilan biz bir ish qilsak bizning ishimizni qo'llab beradi ular. Ya'ni bizning kuchishimiz Allohga bir ish qilishga Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'zining ovozini, bizning ovozimizni kuchaytirishga turtki bo'ladi, destek bo'ladi. Men shu sababdan men ham bu ishni boshladim.
Unda olsa bununki hazır endi siz aloqalashib ikki o'ringa tizimlagan narsa bir jadvalni chiqardingiz. Bu jadval haqida bir qisqa tushuncha bersangiz, bu jadvalni siz yordamlash to'shqizamsiz yoki iltimos qildiganlar o'zi to'shqizamdi? Chunki har qatim shunday bir jadval to'shqizdigan shaxsning uchurlarini munosib bir narsa chiqqandan keyin to'g'ri har xil gaplar chiqadichu. Bu uchur nega ketib qoladi? İşençlikmi, işençlik emasmi degandek qilayotgan ishga so'qsu sepgandek bir xil norozilik nuqtasidan turib tanqid qilgan ishonmaslik nuqtasidan turib anaqa ahvollar mavjud ko'ryapmizda. Shunga bu qatim endi to'plangan jadvalda qanday uchurlar bor, uni siz yordamchi to'shqizamsiz, siz avat beramsiz yoki kimni urug' tuqqanlari g'oyib bo'lib ketgan bo'lsa, shular o'zi to'shqizib, o'zi avatamdi. Endi bir ishni boshlaganda har xil o'y fikrlar, hatto qarshiliklar chiqishi mumkin. Bu normal ahvol. Bu kishilarning shu ishga nisbatan inkos bildirganligini bildirdi. Endi men ishniki tafsilotini tushuntirsam, ko'pchilik o'zi bahs bo'ldi. Endi bu yerda bir oydinlashtirilishga tegishli ish. Bu yerda jadval deymiz. Endi uyg'urchada umuman jadval deb ataymiz, lekin bu jadval deganda qaysi jadval to'g'riliq gap qilyapmiz, shuni bir aniq farqlantirishimiz kerak. Siz hozir menga shu safarbarlik jadvalini tushuntiring dedingiz. Men shuni tushuntirman. Keyingi qadamda biz jadval deganda Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga shu qilib yo'qotib etilgan qarindoshlarimizni tizimlatgandiki shu hujjatni jadval deb ataymiz. U boshqa jadval bo'ladi, ma'nodan boshqa. Nurg'un qarindoshlarimiz shu safarbarlikni taqatgandan keyin biz shu jadvalni topshirdigan o'xshaymiz deb o'ylab qolibdi. Bu xato. Hozirgi bizning ishlar shunday qadam-qadam, garchi kichik bo'lsin-mu, qadam ma'noda. Hozirgi tunji qadam nima deganda, endi men bu ishni boshlagan ekanman. Zoti qanchalik qarinishim iltimos qilishni xohlaydi, men ularga qanday yordam qilib beraman deganlarni oydinlashtirish bo'ldi. Shuning uchun qarindoshlar shu safarbarlik jadvalini to'shtalsa, menga nisbatan bir statistika bo'ladi. Qanchalik qarindosh shuni qizqidi deb. Endi bu yerda bu faoliyatninki nishoni nima desa, ya'ni mening asosli vazifam nima? Sizga o'xshash meni qo'llab berayotgan qarindoshlarimizni hamda biz barobar bir faoliyat guruhi tashkilotimiz hozir. Bunga keyin qadam qilsak bo'ldi. Bizning nishonimiz, ya'ni vazifamiz nima desa, shu mayli ichki tashkilotning o'zi bo'lsin, ya'ni bu nima deydi, xohlagancha tutib turish qilmishni bekitish xizmat guruhi bo'lsin, WGID yoki bo'lmasa majburiy yoki ixtiyorsiz g'oyib qilitish qilmishni bekitish xizmat guruhi, u WGEID. Bu ikki guruhlar yonma-yon bo'ladigan guruhlar. Bu ikkisining har ikkilisi bo'lsin yoki bo'lmasa birsiga bo'lsin iltimos qiladigan qarindoshlarninki iltimos qilish jarayoniga yordamlashish. Ya'ni bu ishga asli bular o'ziga bo'ladi. O'zining ishiga bo'ldi, ammo biz shu yo'lini ko'rsatib mana qilsiz, mana jadvalni yerdan topasiz. Mana jadval shu. Undan sirt yana mana jadvalning birinchi savoli ma'lumga, ikkinchi savoli ma'lumga. Chunki bu jadvallar inglizcha. Fransuzcha biladiganlar fransuzcha qo'llansa bo'ldi. İngilizce o'qig'anlik uchun nurg'un qarindoshlarimiz inglizcha bilmaydi-da, hamda shunday bir sharoit bor hozir. Shunga biz bu jadvaldagi, ya'ni jadvaldagi ishki jadvaldagi uchurlarni birma-bir uyg'urchaga tarjima qilib qarindoshlarga to'rda ko'rish orqali tushuntiramiz buni. Lekin uchurni tushtirish, uni tarjima qilish, hatto Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga topshirish bularning o'zidan bo'ldi. O'zining ishini o'zi qildi bu yerda. Bu yerda bir diqqat qilgan ishlar bor. Birinchidan, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining o'sha ishki guruhiga iltimos sunganda, agar men birisiga vakolatdan qilmoqchi bo'lsam, uningki jarayoni bo'ladi. Ya'ni xuddiylik advokatlar siz uchun bir ish qilib berganda, mening vakolatchim deb qo'l qo'yib berganga o'xshash. Shunday jarayonni besib o'tishga to'g'ri keldi. Bu birisi. Endi bu yerda men ya bir advokat emas, meningki bir nimam bor, aloqat kinishgan bor, guvohnam bor, advokat emas. Shuning uchun men uchun bunday ishni qilish to'g'ri bo'lmaydi. Bu birisi. Ikkinchidan, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti shaxslarni uchurg'ini sezgir qaraydi. Men ko'chman idorasida ishlab boqqan odam bo'lish suhbatim bilan kishilarningki shaxsiy uchurlariga sezgir qarayman. Telefon nomeridan tortib turamdi.
Şuna ko'pchilik herkes bir-birisining telefon nomerini so'ramasdan bilmaslik kerak. Demakki, bu ish jarayonida men ko'pchilikka yordam qilaman. Abay deganimdek jadval nada? Bu jadval nim debdi? Unda bo'lsa jadvalni to'shqizib bo'lgan bo'lsangiz, men uning ishini ko'rmayman-da. Unda mail xat adresi. Mail xat adresiga manda deb yozib, mani siz Word shaklida yoki bo'lmasa PDF shaklida o'zgartirsangiz qilib, mail xatga avating deyman. Mana shunga o'xshash Mush jarayonda biz yeningizda bor. Siz yolg'iz emas. Iltimos topshirmoqchi bo'lsangiz, biz yeningizda bor. Biz sizga yordam qilamiz. Lekin manda shakllarni yordam qilamiz deb mush yo'sinda yordam beramiz. Unda bo'lganda jadvalni to'ldag'icha urug' tuqqanlarning uchuri faqat o'zi bilan shu birlashgan tashkilot o'tirsida bo'lishda, o'tirsa hech qanday bir odamga kelmaydi degan gap bilasizlar. Shunda bo'ldi. Shunda bo'lish kerak. Bu ishlarda shunda bo'lish kerak. Endi ko'pchilik o'zining shu Xitoy hukumati yo'qotayotgan qarindoshlarini ismini, ba'zi uchurlarni uni shu jadvalga to'shtirib avatgandan keyin bu uchurlarni ala baholab andan keyin Xitoy hukumatiga ma adam miyadimiyagacha ma adamning uchurini sen bizga deb surishtirdi uni. Ammo ma palanchi surishtirdi deb ma iltimos sungan adamning uchurini Xitoy hukumatiga yo'llamaydi. Bu ularninki ish qilish mexanizmi shu. Ma tarafga men jiq kirmayman. Bugungi suhbatimiz faqat faoliyatninki yurishtirish to'g'risida bo'ladi. Men ma jadvalning ichidagi ishchi munosabatlik ishlarga u Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'zining xizmat mexanizmi to'g'riliq ishlarga bugungi suhbatga kirmayman. Chunki biz ularni taklif qildik. Bizga mush ishlarni tushuntirib berish to'g'risida ular chorshanba kuni to'rda ko'rishib qarindoshlar bilan uni tushuntirdim. Ular tushuntirishni shular qo'yib beramiz. Unda bo'lsa hozir men birinchi qadamda jadval haqida tushuncha berish uchun shunaqa o'sha tizimlash haqida chaqiriqimiz haqida. Ham ikkinchi chorshanba kuni yana Birlashgan Millatlar Tashkilotininki mush organlar odamlar bilan yana yepiq shaklda bir suhbat bor. To'g'ri. Bu yerda diqqat qilgan bir necha ish. Birinchisi shu Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'zi bilan men suhbatga kimlar qatnashadi? Bu suhbatga ashlar qatnashadi, tushuntirib berdiganlar. Andan boshqa bizga hozir men shunga qiziqman deb tizimlatgan qarindoshlar qatnashadi. Bu qarindoshlar hozir biroq tizimlatyotdi. Hozirmi yana tizimlatganlar bor. Aytganligi kechgacha hamda tizimlatib bo'lganlarga men ilxat orqali hozir biroq avatib bo'ldim. Yana kechgacha yana qo'shiladi qarindoshlar. Yani tizimlatgan. Buningda yana bir necha kichik qadam bor. Avval jadvalni shu safarbarlik jadvalini to'shtiramiz. Undan keyin men unda bo'lsa siz meni to'shtiribsiz. Rahmat. Endi bizniki aloqamizning qulaylik bo'lishi uchun bu bizning to'pimizga qo'shiling deb to'pga qo'shilish ulanmasini avatib berman. Qolgan gaplarning hammasi shu ulanmadi bo'ldi. Endi men chorshanba kuni ichiladigan yig'inga bu yig'inning vaqti zot konkret vaqti qachon bo'ldi? Birlashgan Millatlar Tashkilotining kim keldi bu ishlarni hozir demaymiz. Shu yig'inga qatnashuvchilar, ya'ni shu to'pga kirib bo'lganlar shu chog'da biladi. Unda qarindoshlar, ekranli qarindoshlar men nayt bir muhim bir uchurkan, shundaqla muhim bilan Birlashgan Millatlar Tashkilotining odamlari bilan bemalol kurashish fursati bo'lgan shunaqa bir uchrashuvlar chorshanba kuni. Buning uchun qarindoshlar eng avval o'sha Rizvangul xonim o'ziniki Facebook'da ham bahirlagan, men o'zimnikini ham bahirlab qo'ydim. Shu yerda bir jadval va shu jadvalni to'ldirib qo'ysanglar, Rizvangul xonim sizga bir ulush evat ekan, ulishdan bir to'p kirdi ekansizlar. Ana shu to'pning ichida chorshanba kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotininki mush g'oyib qilayotganlarni tizimlash organi bilan gunohsiz qamalganlarni tizimlash organining odamlari bilan bevosita uchrashadigan shu yig'in qatnasha oladi degan gapda, to'g'ri yig'iniga shunaqa qolgan narsa shu yerda bo'ladi degan gap. Ana qolgan gaplarni ana shu yerda Rizvangul xonim tarjimonlik qilib tushuntirishlar, shu haqlarni Birlashgan Millatlar Tashkilotining xodimlarining og'zini aniq anglaymiz ekan-da. Buniki kim qadam bosqichda qanday bo'ladi degan savollarimizni shulardan so'rayotganmiz. Unda qolib qolsa bugungi mush nuqtada to'xtalaylik. Boshqa bu videoni taqib qo'ygan qarindoshlar, Xitoy tajovuz hukumati necha millionlarga Uyg'urni jazolarga sulab, necha millionga Uyg'urni xonavayra yo'q qilyapti. Mayli o'zimizning urug' tuqqanlari bo'lsin va ya tunishlarimiz, atrofimizda turgan do'st birodarlarimiz, qo'lim qo'shnilarimizningki g'oyib bo'lib ketgan, yo'qolib ketgan, turumlar begunoh yetayotganlar qolib qolsin, ashlarning tizimligini birayli. Bu tizimliklarni menga bermaysizlar, Rizvangul xonim bermaysizlar, Birlashgan Millatlar Tashkilotininki g'oyib qilinganlar bilan gunohsini qamalganlar
shu ishxonasidagi shular bir ekanmiz. Ular qanday qildi? Xitoy hukumatiga ma odamlar qayerda deb ularniki izdirgini qilgan gap. Bundan boshqa Rizvangul xonim degandek har yil 3 qatim Birlashgan Davlatlar Tashkilotida cho'ng yig'inlar bor ekan. Her qatim ayta yig'inlarda yig'innikini ko'rmaymiz. Mana Adolat Xitoyni qo'llabdi, Adolat Uyg'urni qo'llabdi degandek, ajda nimalar Uyg'urni qo'llab Birlashgan Davlatlar Tashkilotining a'zo davlatlari ikki ayrilib ketilgan mana. Shunday bo'lgandan keyin biz Xitoyni ashyoda yolg'onchiligini dunyoga oshkorlaydigan aşı Birleşken Milletler Teşkilatı'ndaki 200 neçe devletten aldığı Xitoyni şermende qildigandan keyin bu dalil isbotlari yo'qolib ketgan, g'oyib ketgan odamniki tizimligi. Shuning uchun buni jiddiy qaraylik. Bu orqali biz Xitoy tajovuzchilari hozir o'ziniki Uyg'urlar epirayotgan sharqdan irqiy qirg'inchilikni jinoyatlarni yepayotgan bir mezgillarda, oqlatgan mezgillarda bu Xitoyni qarshi bo'lgan yana bir cho'ng bir shapaloq bo'ladi. Dalil isbot bo'lib qoldi. Shuning uchun bunga jiddiy qaraylik. Jiddiy qaraylik. Endi Rizvangul xonim sizdan yana bir savol so'rasam, siz hozir shu chaqiriq e'lon qilib bo'lgandan keyin qisqa vaqt mezgilida siz bu jarayonda o'zingiz yo'liqqan qiyin masalalar bormi? Siz xalqimizdan nimani kutasiz? Endi har qanday ishni qilgan bir qiyinchilik bo'ldi, bo'libmi mushta bizga o'xshash ahvolda ish boshlashda va qiyinchiliklar bo'ldi. Lekin endi kichik bo'lsa-mu, eng ishning unumini to'ltiydigan bir qiyinchiliklar, ana buningga necha yilni yozib guvoh bo'lib ketdim. Bizning o'zimiz o'zgartiradigan bir qiyinchilik. Bu nima deganda el-xat ishlatish adresi. El-xat ishlatish masalasi. Ko'plagan qarindoshlarimiz el-xat ishlatishga, ya'ni email ishlatishga ko'nmagan. Ama nurg'un xizmat o'rinlarida deyli yoki bo'lmasa qanday yerda bo'lsin bo'libmi g'arb davlatlarida mush el-xat ishlatish nihoyat umumlashgan. Endi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan bo'lgan mush qitimliq faoliyatda mana shuni o'zida email, ya'ni el-xat bek muhim o'rinda turdi. Masalan, hozir bizniki shu tizimlatgan qarindoshlarimiz bor. Tizimlatganlar el-xat orqali tizimlatadi buni. Ammo men shu to'pqa kiringlar deb el-xat avatib bo'ldim. Shundaqdimi nurg'un qarindoshlarimiz tex emailni ko'midi. Bu bir xatolik emas, ammo biz mush el-xat ishlatishga ko'nsak, ishlarimiz unumi xil darajada ko'tariladi deb o'ylayman. Chunki el-xatga javob qaytarmagandan keyin biz birma-bir aloqalashadigan gap, bir qarindoshim bo'lsa, fursatdan kam qolmasin deb, endi bir kichkina miyadim bo'lsa, endi shunda aloqalashgan tursak, siz o'ylab beqing, 50-60 qarindoshimiz bo'lsa qancha vaqt ketadi? Ishning unumi to'lab ketadi. Endi keyin birsiga deb birsiga unutib qolsa qanday bo'ldi? O'chal bizning ko'nglimiz yerim bo'ldi. Mana shunday ish. Shunga birinchisi ko'pchilik el-xat ishlatishga ko'nsak. Andan keyin ikkinchisi buni qaqshigan tariqasida tushunib qolmanglar. Ammo bu haqiqatan bir qiyinchilik tug'dirayotgan ahvol. Nima desanglar? Mush safarbarlik qilish jarayoni bo'lsin yoki boshqa ishlarimda bo'lsin, men avval qarindoshlar shunday savol so'rab qolsa qanday javob beraman deb nurg'un jihatlarni tayyorlik qilib, uchurlarni tayyorlab, andan keyin yezib uni hatto ba'zi qarindoshlarimga "Men o'qib beqinglar, uchiqolmagan yer bo'ptimi? Shunda ba'zan ko'pchilik tushunolmaydigan degan yerlargacha biraqur tekshirib yetib, andan keyin e'lon qilmanda hamda bu uchurlarni. O'zingizmi ko'rdingiz, Facebook'dami bir muncha uchur bor, jadvalning ichiga kirgandan keyin bir muncha uchurlar bor. Ammo nurg'un qarindoshlarimiz bu uchurlarni o'qimaydi ekan. Bu bek afsuslanarli ish, qarindoshlarim. O'qimaydi ekan. O'qimaganning ustiga yana hozir mening qarasangiz telefonim ostilab ketdi. Nima qilsangiz WhatsApp'dan uchur avatayotgan, Instagram'da avatayotgan, Messenger'da avatayotgan, nerede meni topsa shu yerda avat deb savol so'raydi. O savollarning nurg'unlarining javobi jadvalda bor, Facebook'da berilgan uchurlarda bor, chiqargan videolarda bor. Bosh yerda. Avval shuni bir anglab baxsanglar qarindoshlar. Undan keyin qarindoshlarimiz men barliq uchurlarni sizga avatib beray. Yoki bo'lmasa jadvalni nega topshirma. Men boshdan oyoq deb kelyapman, men hargiz sizlarning shaxsiy uchurlaringni olmayman. Bo'lib ma faoliyatda o shaxsiy uchurlaringni ilish to'g'ri emas. Ba'zi faoliyatlar ilish to'g'ri keldi. U to'g'ri. Uni vaqt kelgan chog'da shu nisbatan tushunadigan bo'ldi. Ammo qarindoshlar, mush uchurlarni bergandan keyin biz avval bir o'qinglar. Shundaqmi ya, undan keyin shu bo'yicha ish qilinglar. Bizniki ishlarimizniki tartibli bo'lishi, kichik qadamlardami bir tartiblik, unumli ish qilishimiz uchun
mush ishga bir moslashib bergan bo'lsanglar. Bu jihatga agar diqqat qilmasak, tamchi ko'l to'ldi deb mushundaq tamchi suv toshni teshidi deydi qarasa. Men endi nima demoqchi bo'lganimni tushundingiz deb o'ylayman. Kichik ishlardanmi avar bo'lgan ishlar jiq chiqsa, ishning surati ostlab ketadi, unumi ostlab ketadi. Biz ish qilmoqchi bo'lgan odamni o'rinsiz g'odirib qo'yamiz. Haqiqatan mushkul. Endi til qiyinchilik u bu deymiz, ba'zi ishlarni yengib ketgan bo'ldi. Ammo odat xarakterlik ishlarda, o'zimiz o'zgartiradigan ishlarda bu qiyinchiliklarni amalda tugatishimiz kerak. Endi biz 21-asrda yashayapmiz. Ilg'at ishlatishni o'rganmasak. Endi hozirgi bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki bu jadvalning hammasi inglizcha ya fransuzcha dunyoda cho'ng tillarda endi. Buniki nurg'un bizning qarindoshlarimiz hamda inglizcha yaxshi emas. Bu jadval to'ldirish jarayonida qiyinchilik uchirdim. Bu masalalarda qiyinchilik uchrab qolsa bunga siz yordam qilamiz yoki guruhida mushtaishlarga uchrasa yordam qiladigan ayrim guruh qurib shu guruhni ichida manga bilan qildingiz. Amsa abay degan gapimning asosida bir tushuncha beray. Bu yerda ikki jadval bor. Ikki o'ringa ayrim topshirilgan jadval. Ammo uningga topshirilgan uchurlar, uchurlar asosan o'xshab ketadi-ku. Asosan o'xshab ketadi. Savol butunlay inglizchada. Mening qildigan bizniki hozir faoliyat guruhimiz shakllanyapti ya. Bizning qiladigan ishimiz ma savol, ma inglizcha savol, buning tarjimasi ma bu. Ya'ni shu savolni tushunishga yordam beramiz. Ammo u savolga tayyorlagan javobingizni o'zingiz yozasiz. Odat uyg'urcha yozib inglizcha tarjima qilamiz-da. O'zi yozadi. Ammo inglizcha tarjima qilishnimi o'zi qiladi yoki o'zi cho'qim bir tarjimon qarindosh bilan aloqalashib shuni qilish kerak. Endi men ham shunday yordam qilgan bor. Inglizcha imkoniyatim bo'lganki uyg'urchani inglizchaga tarjima qilib bergan bor. Ammo vaqt yetishmaydi. Buni tarjima qilaman deb va'da berib qo'yib, o'tishdan chiqamaydigan ish bo'lib qoladi. Bundan sonra bunu biz aşk grupda deyişip bir neçe adamlar bunun yardım işlaganda mesela nurg'un qarindoshlarimiz haqiqatan ingliz uqmaydi, mujtama kimsh qiyin hal qilganga bizim şu ikra aldığında ko'rgan program ko'rgan qarindoshlarimizni ingliz yaxshilar, Zangi xonim sizlar aloqalashsa, men bilan aloqalashsa biz grupga kirib mushtada yardım qilganga bir osonlik tug'diraydi hamda. To'g'ri deysiz. Endi qatan chet elda inglizcha bilgan qarindoshlarimiz bor, ko'p. Vaqtmi bir haftada bir yarim soat, bir soat chiqara oladigan qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Bu qarindoshlarimiz agar inglizchaga tarjima qilishga, uyg'urchani inglizchaga tarjima qilishda men yordam qilaman desa, men bilan yoki siz bilan aloqalashsa bo'ladi. Undan keyin bu yerda bir diqqat qiladigan ish shu uchur, ya'ni shu jadvalni to'shqizmoqchi bo'lgan qarindoshimiz u butunlay shaxsiy uchur kiradi hamda rahat bo'lalamdi, bo'lamamdi. Biz tanishtirgan tarjimon bilan. Uni bir agar o'zining imkoniyati bo'lsa, o'zi tarjimonni topsa bo'ladi. O'zi ishongan odam topa olib qolsa yaxshi. Bu yerda ishonch bek muhim. Mayli biz bilan ish qilsin yoki tarjimonlar chiqsin, bu yerda ishonch bek muhim. Shunaqa ishonch muhimda. O'zi topa olib qolsa yaxshi, topolmay faqat men ingliz uqmaydi deb odam topolmadim desa, bizga aloqalashsa, o'sha biz guruhning ichida yordam qilganga nima qilaylik bunga. O'zi ilxatni evatdi deylar, o'shada hozir o'zingiz dedingiz emasmi? Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki ikki organga o'zi evatdi dedingiz. O'zi evatib bo'lgandan keyin ulardan bir biz topshirib oldik yamanaslarni. Biz topshirib oldik, biz buning surishtiruvchisini xabar qilamiz kerak, ular bir kuchir birami ya, evatgan bular kim biz evatgan narsani bu topshirib olganmidi, olmaganmidi deb hech qanday uchur kelmay qolib qolsa odam vajib bo'ldi, evatib qo'ydik, bu ishning foiziga o'xshaydi deb qolgan, bunda bir nima bo'lib qoladimi? Bunda avval bo'ldi, bo'lmaydi degan olmaydi. Bo'libmi bu ikki guruhida odam ozchu. Mening bilishimcha, yana bir guruh qanchadan borligini uqmayman, yana bir guruhida faqat 5 odam ishlaydi. Bular hamda butun dunyoda mana bizga o'xshash topshiradigan iltimoslarni topshirib oldi. Bular nihoyatda jiddiy ishlaydi. Shunga vaqtida javob qaytarmaslik mumkin. Odatda shundaqmi? Vaqtida bo'lmasa, masalan, bir hafta 10 kun bo'lib qolsa, javob Yo'q, qaytirdi. Masalan, buningda men yana ozroq yordam qila olaman. Nima degan chog'da, odatda hukumat organlariniki javob qaytarish vaqti shu 48 soat bo'ldi, bek tez bo'lsa, yoki bo'lmasa 3 xizmat
kuni deymiz. Agar juma kuni qilib qolsangiz cho'qim chorshanba kuni ertagarek javob olasiz yoki bo'lmasa 3 xizmatchi shanba yakshanbani hisob qilmaydi. Ammo endi mavnikida Birlashgan Millatlarning ahvolida balkim 5 xizmat gruppasi degan xizmat kuni ketishi mumkin. Bu yerda bizning qila oladiganimiz bular javob qaytarmagan taqdirdami biz shu 5 kun o'tkazib bo'lgandan keyin 5 xizmat kuni juma qarindoshlar o'tkazib bo'lgandan keyin unda bo'lsa biz qisqali bir el-xat tayyorlab men palonchi men manchinchi aynan manchinchi kuni manchi iltimosni sungandim. Again mana diqqat qilingiz mening gapimga men bu yerda palonining nimasini sungandim deb men so'ramayman ismini. Manchi iltimosni men endi bundaq qurilmasini deb bermay el-xatniki qarindishimiz shuni ash tarjimon do'stiniki yordam bilan tarjima qilib ya'ni men shunda sungandim. Sizlar topshirib oldinglarmi? Topshirib olgan bo'lsanglar menga bir javobini berib aytgan bo'lsanglar deb bir el-xat yozdi. Javob kelmasa yana 5 kun keyin yana yozamiz. Yana bu yerdagi eng muhim ish nima deganda söylab turish. Bu pek muhimchu. Ba'zi odamlar u yerda ishlaydigan odamlar ular unutib qoldi, hamma xizmat bekaldir unutib qoldi. Ammo bizning qila oladigan ishimiz söylab turish. Men nurg'un qarindoshlarniki boshqa ishlardami bir paranglashib, bir avval egallab, burun maslahat bergan ishlarim bor. Qanday deganda, men topshirdim hamda, va 2 oy bo'ldi, menga hech qanday xabar kelmadi. Bu yerda bu bizning ishimiz, bizning idora, biz bu o'zimizning ishga o'zimizga chiqishimiz kerak. Mush nuqtadan chiqib turib, biz ishni söylashimiz kerak. U söylaganga ular xaplab ketmaydi. Ya undaq hatta xo'sh bo'ldi. Men unutib qolib ekanman, men söylab turdi. Men bu o'zining ishiga ko'ngil bo'ladi ekan deb, menda hatta ijobiy ta'sirini beramiz. Lekin bu yerda qanday bo'lmasin, biz mushu söylab turishni muhim o'rin qo'yamiz. Undan keyin yana bir qilib beradigan ishim, bir qarindoshlarimiz va men 2-3 iltimos sunayotdim. Mushu tizimlatganlarning ichida ba'zi qarindoshlarimiz 10 tuqqunni yo'qotib qo'yibdi mana. Siz mesela 18 dediniz. Maşında yığılıp gelgende hazır bir 70'ten aştı bu sançu. Shundoq bo'ldi, ha. Shundoq ma'lum bir 15, 20, 30 ma'lum bir gavdilik songa yetgan chog'da men desam bo'ldi. Sizlarning xabaringlar bor. Sizlarning kelib bizga so'zlab tanishtirish yig'ini qilib berdinglar. Shundan keyin amanchilik iltimos sunutilibdi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Sizlar qanday qilmoqchi bo'lasizlar? Har birisiga ayrim-ayrim Xitoydan avval so'ramsizlar yoki bo'lmasa bir ularniki allegation deb qo'ydi. General allegation deydigan har xil nimalar bor, mexanizm bor. Shuni qilamizlar. Yoki bo'lmasa masalan yilda abaysizmi dedingiz 3 qitim yig'in ochdi. Oldimizga kelayotgan yig'inga biror faoliyat o'rlashtira olamizlar degandek shundoq so'ylab turish bo'lib turdi. Mesela bu faoliyat deyiniz aşı Birleşken Devlet Teşkilatı'nın yig'ilajayotgan aşı binasının oldida namoyishmi hamda işte şekilde. O namoyishnimi, unimi o'ylashmaymiz emas, o'ylashimiz. Ammo bu yerda faoliyatning o'zida asosiy qarindoshlarning shu tizimlashiga bog'liq. Nima yaxshi nima ekan? Unda bu narsa bize çarşamba günü siz dediniz ama hozir grupga kirgan bir necha Uyg'urlar va shulardan çarşamba günü Birleşken Devlet Teşkilatı'nınki şu muşchiq munosabat odamlar biz bir yepiq şeklindeki bir to'r yig'inimiz bor-da. Shu to'r yig'inda shu so'rasak bo'ldi yoshlar namsa. So'rab, bolalar o'z odamlar bevos so'rab, bu narsaga aniq javob olsak, hani bundan keyin yana xalqimizni bir chaqirib qilishdan tang shu çarşamba günü Birleşken Devlet Teşkilatı'nın xodimlari bilan echilgan shu yepiq şeklindeki yig'inimizda nim deyishdik. Ular nima dedi? Bo'lsa buni sizlar men emas, yana boshqa shu yig'in qatnashgan bir necha Uyg'ur chiqib, ashar bizning his tuyg'ularini, shu yer so'rgan savollarga javoblarni o'rtoqlasa, texma xalqimiz bir ishonch berimizda, ma'nosi mandalqa chiqqan ekran qo'zg'atgani emaskan, rost Birleşken Devlet Teşkilatı adamlar rost paranglashib bunaqa ishgan deb texma xalqqa ishonch berib, texma jiq odamlarni bu imzo bu jadval to'ldirib yo'qolib ketgan, g'oyib bo'lib ketganlarni izdirini qilgan bir bu chaqiriqqa texnik odamlarni ergashtirar ekanmiz deb o'yladim hamda. Birleşken Milletler Teşkilatı'da hem de nurg'un hem de çok küçük imkoniyatlar bor. Hammasini tig'i ichib bo'lolmadik-ku. Boshqa nurg'un qarindoshlarimiz tashkilotlar shu jihatdagi imkoniyatlardan foydalanishda kuch chiqaryotdi. Hamda Uyg'ur uchun qanchalik ko'p ish qilsakmi, shu ko'plik qilmaydi, qilishimiz kerak. Hamda shu tizimlash ishida hamda qancha ko'p qarindoshimiz tizimlashsa, abay deb o'tdim, ikki guruhning shu Uyg'urlarning ishiga jiddiy qarshiga, bularni aldirashda jiddiy mush ishlarga Uyg'urlar chiq iltimos sungandan keyin to'xtabdi deb andan keyin bu ishga jiddiy qaraydigan
mana shunda keyin suriyvaz bo'lmaydiganligidek bir xil ahvolga tushiramiz ularni. Ularni nihoyat yaxshi astoydil xizmat qilgan qarindoshlarimiz bizni vaqt kelgan chog'da va iltimos qilsak koromidi deb unda og'ritib qo'ydigan og'rindigan egab qo'ymaydi deb qarayman. Shunga nihoyat kamtarlik bilan bo'pti biz bir tunishtirishni qilib beraylik dedi. Demakki, shu tizimlatgan qarindoshlarimiz qancha ko'p bo'lsa, Birlashgan Millatlar Tashkilotida bizni shular ishlatadigan, biz uchun ovoz chiqarib qiladigan dastiki shuncha kuchli bo'ladi. Shular shu jihatdagi xizmatlarni bir ilgari surishiga turtki bo'ldi deb qarayman. Yani bu vaqtda masalan ilgirma masalan Dünya Uyghur Korporasyonu bosh tashkilotlar yapılsın BDT'nin yığılığı cık barıda ko'ryapmiz. Biz tushgan resimlarni ko'ramiz, aşağıdaki qisqa videolarni ko'ramiz. Her jilnisi bir qatim barda bu yığılıqda, lekin mavaqchi hozirga qadar bu Birlashgan Millatlar Tashkilotida g'oyib bo'lib ketganlarni tizimlaydigan yoki gunohsiz qamalganlarni tizimlaydigan bunda bir o'rin bor ekan. Misha g'oyib bo'lib ketgan, yo'qolib ketgan, urib tuqqanlarni tizimlayli, mushting bir harakat etib qo'yaylik deb mavaqchi hech kimda bir chiqib boqmadi shu bu narsani. Nemishqa ular bilmamdi yoki nemishi buni qilmaydiganini sizcha buni hozir men tunji anglab beqishim shu to'g'ri oldi ekranda qarindoshlarimiz anglayotganda hozir ilgari faqat anglab boqmayotganmiz ham bu narsani ekan. Men siz menga degan vaqtda hayron qoldim-da. Men degan hayron qoldim, uni ilgari men yana shu BDT munosabat bir idoraning adamini izlaganda shu men ayrim uchur qilib, shu mana degan vaqtda bu nima gap deb qarab Google tekshirib baksam, ashta bir yer barkanda tova bu bunda o'qimaydiganimiz bu ishlarnikini deb hayron qolgandim. Buni sizlar kurashganim deb berdim men bu telefonda. Nimish bu narsa biz havas qilib qolganimizning sabablari nimada sizcha? Bu yerda tashkilotlarningki bu ba'zi ishlarni qilish qilmasligi haqidagi qarorlarni olishiga men vakolatan javob berolmayman. Onunla ko'z qarashimni ifodalamayman. Ammo bu yerda mening tushunadiganim, men bu bir fondini mang'izayotgan odam bo'lish suhbatim bilan shuni deymanki, har qanday tashkilotning, har qanday shaxsningki vaqti cheklik bo'ldi, odam kuchi cheklik bo'ladi. Bo'libmi shu tashkilotni, shu fondini tizimga olganda, men ishlarni qilaman, men ishlarni qilmayman. Bo'libmi men ishlarni qilaman deb bir mundaq tizimlatgan yeri bo'ladi. Shuning doirasining sirtiga chiqadigan ishlarni qilolmaydi. Bu nurg'un sabablar bo'ldi. Bu yerda men hech kimga vakolatan javob berishni xohlamayman. Bu birisi. Ikkinchisi, mening ishni boshlash nuqtam endi mening muhim ish qilish prinsipim. Nima deganda, paloni ishni qilmabdi deb buni men boshlash nuqtasi qilmayman. Mening ish qilganda boshlash nuqtam nima degan chog'da, xalqning ehtiyoji nada? Xalqning ehtiyojidan boshlab qilaman. Shuning uchun bu yerda men hech qachon hozirgacha mana garchi safarbarlikni payshanba kuni kechga chiqardim. Undan burun bir 2 oydagi vaqt buni bilan so'zlashib, avvaldan uchurlarni egallab tayyorlik bosqichi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bu jarayonda hech qachon paloni qilmagan shu qilmagan ishni men qilay degan narsa kallamdan o'tib boqmadi. Nimani o'yladim deganda, men shu ishni bir o'zim beshimdan kechiribdim, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga iltimos qilish, hatto ular bilan ko'rishishni talab qilib, yuzlarni ko'rishish, ulardan ozroq bir umidga sabab bo'lgan bir uchur elish orqali mush tajribani beshimdan kechiribdim. Lekin mush uchurni bilmaydigan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Ya'ni bu nima demakchi deganda, ehtiyoj bor bu yerda. Xalqning ehtiyojiga asosan mana mush ish ro'yobga chiqdi. Endi meniki hozirgi bir xil kasbim desam bo'ldi. Kasbim nima desa, mush xalqning taraqqiyotiga munosabatli turlarni, proyektlarni tuzib, uni bir qo'llab planlab, uni amallashtirish. Ya'ni bunda ishlarda kasb jihatdan xalqning ehtiyojini asos qilish boshlanish nuqtasi bo'ladi. Bu ishtim shunda bo'ldi. Shuning bu aniq olsun, bu yerda abaymi deb o'tdim hatto. Uyg'ur xalqiga qancha ko'p ish qilsakmi, bu ko'plik qilmaydi. Bizning nurg'un jihatdagi ehtiyojlarimiz bor. Shuning uchun bu yerda bir-birisiga raqobat qilish yoki bo'lmasa u uni qilmabdi, nima ish qilmaydi. Bunday ayblash yoki og'rinishning o'rniga biz qila oladigan ishlarimizga kuchishimiz kerak. Men shuni deb qo'ymoqchiman. Endi og'irlish emas, tashkilot millatning ishini qilaman deb qurilgan bo'lgandan keyin barliq imkonlardan foydalanib, hozircha bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni Xitoyni xalqaro rasvo qilgan, Xitoyni Birlashgan Tashkilotida
o'sha rasvo qiladigan Xitoyning yolg'onchilik oshkorlash uchun mushtaq narsalarniki g'oyib bo'lib ketgan, yo'qolib ketgan, o'lib ketgan odam nihoyat kuchli bir g'ulg'ul qo'zg'atgancha xalqaro bu narsalarni. Qarang, Adrim, endi agar bu to'g'ri so'zsiz tugamaydi, ammo bu yerda manda gap borchu. Abay deb o'tdim men, lekin gapning yig'inchoqligi shu. Tashkilot bo'lsin, shaxs bo'lsin, qila oladigan ishimiz bo'ldi, qilolmaydigan ishimiz bo'ldi. Ba'zi ishlarni qila olamiz desakmi, vaqt yetishmaydi. Yetishmaydi. Shundaymi? Shunlashqa biz hozir Uyg'ur, bizchu qarang, balki jiq vaqtni biz nima ish qilmaydi? Shunga javob bersin, yoki bo'lmasa tushuntirish bersin degan bilan o'tkazib qolmaylik. Qanchalik ish qilsa olsak, konkret ishni shuni qilaylik. Ammo bir yo'ldagilar bir yerda jam bo'lamiz. Biz Uyg'ur uchun qancha ko'p ish qilsakmi, yana u ko'plik qilmaydi. Biz shunga bu to'g'risida temada ishkillab kirishni o'rniga musha to'xtab qolaylik. Mesela qog'inni chorshanba kuni hali hamma yana oxir qatim eskartib qo'yib qarindoshlar darhol tizimtib sizlar kechki tizimtib bo'lsanglar Rizvangul xonim bir urinishayotib turdi, shu urinishdan guruhga kirsizlar, shu guruhda anakan chorshanba kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining odamlar bilan uchrashadigan bevosita to'rjig'ini qatnasha olasizlar. Shu yerda qolgan savollaringlarni, bugungidan kam qolib qolgan savollarni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining odamlari bevosita so'rab javob berisha olasizlar. Shuning uchun mana jiddiy qaranglar, taqib qo'yinglar. G'oyib bo'lib ketgan, yo'qolib ketgan qarindoshlarimizniki ozroq bo'lsa-mu izdirgini qilib, BDT orqali buningga bir yo'lni meng boqaylik. Oxir qanday bo'ladi, uni bilmaymiz, lekin o'zimizniki davosiga o'zimiz tegishli qilish uchun mushtar dalil paketini to'plashga hammamizniki bir-birimizga ehtiyojimiz bor. Rahmat va bugungi suhbatda yaxshi bo'ldi deb qarayman. Siz yutishdan burun men bir deb qo'ygan gapim bor, Abdurim. Endi men mush fursatdan foydalanib ko'pchilikdan apu so'rayman. Kimdan degan chog'da menga mush Messengerda, WhatsApp boshqa yerlarda ayrim uchur qilayotgan, hatto o'zining shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga tizimlatmoqchi bo'lgan qarindoshlarining uchurlarini, shu rasm bir narsalarni uchurdan avatayotgan qarindoshlar men kechirim so'rayman, hech qaysinglarga ayrim javob berib bo'lolmadim. Men berib bo'lishim ko'zim yetmaydi. Bo'lsa sizlar menga bu ayrim uchurni avatgan chog'da cho'qim javob berdi degan umid bilan undaq avatavermanglar. Men rost javob berib bo'lolmayman. Oldinlar uzr so'rayman, kechirim so'rayman. Bo'lsa, shu jadvalni tizimlatinglar, shu barobar holda tang mangayli bir qadamdan. Shunda bo'lsin. Anandan keyin biz aytib tushdan keyin İstanbul vaqti 11lar bo'ldi deyman. Bir manevr yaparmiz. Manevr deganim hamda Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga xodimlar kelib so'zlagan chog'da shu yig'inning tartibli bo'lishi, qarindoshlarning vaqtida kirishi degandeklar ishlarni biroq praktik qilib bilish uchun deganlikka İstanbul vaqti shunda vaqtlarda bir praktik yaparmiz. Shuning uchun bo'lsa jadvalni safarbarlik jadvalimi? Safarbarlik jadvalini to'shqizmoqchi bo'lganlar bo'lsa adat degan soat İstanbul vaqti soat 10 gacha topshirib bo'lgan bo'lsanglar. Undan keyin topshirsanglar bo'ladi, ammo ba'zi o'qituvchilardan sizlar vaqtida xabar topolmay qolsizlar. Do'stlar, mushuningki ostiga imkon shaklda yo'llab qo'yish narsalarnikini. Nimani yo'llab qo'yamiz deysiz? Jadvalni ulanishini-chi. Ko'ramay qolib qolganlar. Safarbarlik jadvalini qayta yo'llasak bo'ldi. Yo'llab nima qilib qo'ydi? Hamsa bugungi suhbat bo'shachi bo'lib qolsin. Shu tizimlilar chorshanba kuni shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti odamlari ham bevosita to'g'ri yig'iniga hozir qisqarmasqadek paranglashib, shularning og'zida anglaydi. Shunaqa hamma. Safarbarlik jadvalini to'shqizib bo'lgandan keyin men to'pning ulanishi avatib berman. To'pga qo'shilish kerak. To'pga qo'shilmasa, u chog'da yig'inga qatnasha olmaydi. Chunki biz kim qatnashib o'tadi bu yig'inga? Biz bilishimiz kerak-ku bu yerda. Biz o'zimizning emas, yig'inga kelguvchilarning hurmatini, ularning bundaq ba'zi bexatarlikka diqqat qilmasak bo'lmaydi. Shunga jadvalni topshirdim-ku, unda bo'lsa yig'inning ulanmasini qachon avatadigan deb xato tushunib qolsak bo'lmaydi. Jadvalni to'shtiramiz, undan keyin to'pga qo'shilamiz. Shu chog'da biz sizning kimligingizni bilamiz, andan keyin yig'inga chiroylicha taklif qilib barobar qatnashimiz Alloh buyursa. Rahmat, hamsa yaxshi suhbat bo'lib qoldi. Qolgan chorshanba kuni shu yig'in tugagandan keyin ikki qism ana keyin uniki yana bir qator xalqimizga yetkazgan yana qolsa bir suhbat qilamiz hamsa. Bo'ldi, shu joyga kelganda deyishamiz. Qani so'ragan savollarimiz ham savolimni tushunadi. Sizning boshqa deydigan gapingiz bo'lmasa, programmachini oxirlashtiramiz. Bo'ldi. Ma'qul hamsa. Rahmat. Rahmat. Ma'qul.